taqvodor insonning qo'shnisi fohisha bir ayol ekan. Bir kuni haligi obid, taqvodor odam kechasi uyqusi qochibdi. Kedibdi bir tonggacha uyqum qochdi, endi ibodat qilaydi, tahoratlarni qilib, uyga kirib, namoz o'qib, ibodat qilib, ertalab tong otganda xotini bilan choy ichib turib, xotiniga aytgan ekan. Onasi, bugun qo'shnimiz ertalabgacha uxlamay odam qabul qilib chiqdi-ya. Qanday yomon inson bilan qo'shnimiz, dedi. Bir og'iz shu gap. Dunyodan o'tib Allohning huzuriga borganida unga nomai amal tutqazildi. Ochib qarasa, to'la gunohlardir. Hammasi zino. To'la gunohlar. Umrida biror marta zino qilmagan odam. Haligi aytdiki, Rabbim, bu mening nomam emas bu. Men bunaqangi gunohlarni qilgan emasman deganda, bir farishta unga aytdiki, bilasanmi, bir kun kechasida ibodat qilib chiqding. O'shanda qo'shningni eshigi g'iychillab ochilib yopilib turgan edi. Sen uni odamlarni qabul qilyapti, bu fohisha, buzuq deb o'ylading. Shu kuni u hech kimni qabul qilmagan edi. Shamol bo'lib eshigi ochilib yopilib turgan edi. Va Alloh taolo uni qilgan g'iybating uchun hamma gunohini olib senga, seni hamma savobingni olib unga berdi. Bu nimadan keldi unga? Qaysi qilgan ishi uchun keldi? Bir og'izgina aytgan tilidan kelgan so'zidan keldi. Tilning toyilishi, ya'ni insonni og'zidan chiqayotgan bu so'z bir puftay chiqadi, ketadi, birov e'tibor qildi, qilmadi, ammo lekin tilning toyilishiga beriladigan jazo ham shunaqa buyuk bo'lar ekan, ulug' bo'lar ekan. Shu taqvodorning holiga tushib qolmasligimiz uchun albatta siz bilan biz tilimizga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yana tilning ahamiyati shunchalikki, bir og'iz so'zimiz bilan oila tuziladi va bir og'iz so'zimiz bilan oila buziladi. Va bu nikoh va taloq masalalarini olaylik, to'g'ri emasmi? Bir og'iz o'sha domilla qabul qildingmi desa, qabul qildim degan so'z bilan turmush quriladi va bir og'iz o'sha yomon so'z bilan esa turmush buziladi. Yashab bo'lmaydigan holatga keladi. Bunga ham o'sha til sababdir deydilar. Yana tilimizdan chiqadigan so'zlar bizni musulmon qiladi. Ya'ni bir odam la ilaha illalloh Muhammadun rasululloh degan so'zni aytishi bilan u odam do'zax azobidan qutuladi, mu'min bo'ladi, musulmon inson bo'ladi. Va shu narsani aytmaslik bilan inson